Ko'rib turgan kabellarda makoni Qo'qonda emas, o'zimizning Bag'dodda elektr marketda optim joyga kelganmiz. Bunday bahaybat kabellar nimaga ishlanishini hozir akamizdan so'rab ko'ramiz. Aka, bu kabellar nimalarga ishlanadi? Assalomu alaykum hammaga. Bu kabellar mahalla, zavod, aholi hamma narsaga ishlanaveradi. Sip kabellardan tortib AVV kabellarimizgacha bor. Sip kabellarimiz 4 ga 16 dan 4 ga 95 gacha bor. AVVimiz 4 ga 4 dan tortib 4 ga 180 gacha bor. Shitlarimiz ham bor. Shitlarimiz ham bor. Kelaverasizlar. Do'kon kabellardan iborat emas, ichkarida har qanday elektr jihozlarni topsangiz bo'ladi. Misol uchun LED lampalar, rubelniklar, avtomatlar, puskatorlar, xullas elektromontaj uchun nima kerak bo'lsa, shu yerdan topsangiz bo'ladi. Bu yerda kabellardan tashqari elektr jihozlarda har qanaqasidan bor ekan. Do'kondagi narx-navolar boshqa do'konlardan ancha arzon yurar ekan. 1-yanvardan 31-martgacha ustakalarimizga zo'r bonuslar ham ketyapti ekan. Eng qiziq joyi, do'kondan xarid qilingan ustakalarimiz uchun sovg'a va bonuslar ham bor ekan. Ustakalar, shoshilamiz, sizlar uchun pressovka, mana bunaqa nabor, bundan tashqari ko'plab sovg'alarimiz ham bor. Video manfaatli bo'lishi uchun elektrik ustakalarimizga tezda yuborib qo'ying. Manzilga keladigan bo'lsak, Dehqon bozoridan kelishda kinoteatrga yetmasdan Orzu ko'chasi 15-uyda joylashgan.